Buğdaylarga o't bosib qiynalgan fermer akalarimiz uchun ishonchli sinaqda garantiyali girbitlarimiz bor. Mana holatni ko'ryapsizlar. Juda o't bosgan dala maydonlarimiz. Bunga bir haftadan ziyod bo'ldi girbit sepilganiga, mana sepilmagan holat. Shunaqa holatda. Bug'doy o'zi holati zo'r. Mana zanga berganmiz, mana zang kasalliklari ham yo'q, ko'ryapsizlar. Zang tushgan, mana pastida qolyapti. Bu dala maydonimiz Andijon viloyati Jalaquduq tumani Oyim massivida. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.